Assalamu alaykum. Mening ismim Buxalcham. Men Gollandiyada turman. Men bugun Acham to'g'riliq guvohlik bermoqchiman. Achamning ismi Güzelnur, familiyasi Raziq. Güzelnur Raziq. Tug'ilgan vaqti 74-yili 11-oyning 3-kuni, turishlik o'rni Manas Naylik elektr energiya tok tarqitish zavodining ayliklar qurusi. Xizmat o'rni Manas Naylik elektr energiya tok tarqitish zavodining ishchisi. Mana bu Achamning pasportining kopiyasi. Acam birinchi qatim 2017-yili 4-oyning oxirlarida saqchilar tarafidan tutib ketilib 10 kun turmada yotgan. Keyin idorasidan yo'l mengib turmadan olib chiqqan va qo'yib berdigan vaqtida Turkiyada o'qiyotgan qizini bir hafta ichida qaytarib akilish sharti bilan qo'yib berilgan. Bu rasmi. İkinci qatim 2017-yili 5-oyning 13-kunlari atrofida yana tutib ketilgan va 2,5 yildan beri hech qanday xabari yo'q. Turmadimi yo jazo lageridimi? Nerede hech qanday xabarini olamadik. Hayotmi yo o'lib ketdimi? Hech qanday xabari yo'q. 2,5 yildan beri. Achamning hech qanday gunohi yo'q. Balkim Turkiyada o'qiyotgan qizi sabablik va o'zining chet elga sayohatga chiqish sabablik tutib ketilgan bo'lishi mumkin. Lekin 2017-yili 5-oydan ta hozirgacha hech qanday xabar yo'q. Xapamaymish guvohligimni bir tarqitib qo'ygan bo'lsanglar, rahmat.